Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kelinglar, nima xizmat, aka? Menga shu sex xo'jayini kerak edi. Shu yerda men ish boshqaruvchisiman, aka. Yo'q, men kattaroq boshliq kerak. Ha, ustozimiz so'rayapti. Ha? Xo'sh, chaqirib beraman. Mayli. Tushundingmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum assalom. Yaxshimisiz? So'misiz? Rahmat. Sizga gap bor edi. Mayli. Xullas bir maslahat bilan keldim yoningizga. Hozirgi bola meni katta o'g'lim. O'qishga qiziqishi yo'q. O'qimayman deydi. Shunga chetga olib keldim, ishlasin deyman. Shoirlikka olsangiz nima deysiz? O'qimasa nega bizga olib kelasiz? Endi o'qimagandan keyin usta bo'ladi-da, kim ham bo'lardi endi. Nima? Sizga kim aytdi o'qimagan odam usta bo'ladi? Biz ham o'qimagan odamni ishga olmaymiz. O'qimagan bo'lsa, ishlasam bilmasa, bizga nima keragi bor? Olib ko'rganmiz avval shunaqa shogirdlarni. Bizdan o'rganadi-da, chiqib ketadi. O'zicha borib, biz 10 so'mga qiladigan ishimizni 5 so'mga qiladi. Ishni ham xom qilib, yaxshi qilmaydi. Oxirigacha yetkazmaydi. O'sha ilmi yo'qligidan, o'qimaganligidan, ustoz ko'rmaganidan bo'ladi. Mana shu ishi bilan nechta ustalarni sha'niga dog' tushiradi. Agar o'qimasa, matematikani bilmasa, geometriyani bilmasa, fizikani bilmasa, bundan yaxshi usta chiqmaydi, aka. Shunda sizni o'ylashingiz bo'yicha hamma ustalar o'qimagan bo'ladimi? Unaqa emas, aka. To'g'ri, tabiiy holat. Ustalar kiyimi oddiy bo'ladi, yangi bo'lmaydi. Ishchi formada bo'lamiz. Lekin aka, bu degani o'qimagan degani emas, aka. Mana shu Loves Loft mebelni ochganimda ham, aka, bir o'zim edim. Hozir 100 ta shogirdim bor. Mana shu seximizda ham 15 tadan ortiq shogirdlar. Hammasi o'qigan, o'zini ishini biladiganlar. G'isht teruvchimi, beton quyuvchimi, kafil teruvchimi, tom yopuvchimi, hammasi ham oliy ma'lumotli ustalar. Ishini biladigan ustalar hisoblanadi. Siz yurgan mashinani ham ustalar qilgan. Siz o'tiradigan ofisingizda ham mana shu ustalar qilgan bizga o'xshagan. Lekin biz ham oliy ma'lumotli shogirdlar chiqarishni xohlaymiz. Biz erta uyaltirib qo'ymaydigan, ustalar sha'niga dog' tushirmaydigan bolalar olamiz. Shuning uchun o'qigan bo'lish kerak. Mani kechirasiz. Biz o'g'lingizni ola olmaymiz. Uzr aka, men bor uzr. Ko'rdingmi? Sani hatto ishga ham olishman. Bu nimadan deb o'ylaysan? O'qishga qiziqmasliging, o'qimayman deganing bu eng katta xato. Usta to'g'ri gaplar gapirdi. O'g'lim, senga otalik maslahat. Meni davrimda, men borligimda o'qigan. O'qimagan odam hech kimga hech qatga kerak bo'lmaydi. Siz tushundingmi?